Agarda siz yetarlicha suv ichmasangiz, o'tingizda xuddi shunaqa toshlar paydo bo'ladi. Va undan tashqari sho'r va shirin narsalarni birdaniga iste'mol qilish, kalsiyni noto'g'ri iste'mol qilishdan ham o'tdagi toshlar paydo bo'ladi. Mana o'tni ko'rib turgan bo'lsa, tosh to'la. Hattoki suv ichsangiz ham zarda bo'ladi, ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi. Oshlarda esa qo'yqotlarni aytmasak ham bo'ladi. Birinchisi noto'g'ri turmush tarzi. Bu yeb turib yotgan insonlarda juda ko'p uchraydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa tuzli mahsulotlar, sho'r bodring, shunga o'xshagan tuzli narsalar va undan bu ham qurt ham kirib ketadi. Qurt sho'rta qurtlar shimib yuradigan ayollar bor. Qurtda yashab yuradigan ayollar bor. Ularda ham tuz yig'ilib bu toshga aylanadi. Kristalniy toshga aylanadi, xolesterin miqdor toshlarga aylanadi. Bular esa organizmdan so'rilishi qiyin, hatto hazm qilish sistemasini buzadi. Uchinchisi esa shokolad, go'sht, ismaloq ko'p yegan taqdiringizda ham o'tingizda tosh hosil bo'ladi. Bu siydik yo'lidagi infeksiyalar zamin yaratib beradi toshlar hosil bo'lishiga. Agarda o'tingizda toshingiz bo'layotgan bo'lsa, doktorlar operatsiya qildirish kerak, 8 million, 9 millionga yetgan bo'lsa, shoshilmang. Agarda kristalniy tosh bo'lmaydigan bo'lsa, xolesterin bilan yig'iladigan toshlar bo'lsa, boshlang'ich darajasiga Xudo xolasa yordam beradi. 8 million, 9 milliondan ko'ra birinchi tabobatdan tabiiylichina qiling. To'g'ri oshqozonda 5 xil giyohdan tayyorlangan O'zbekistonda yagona, boshqa tabiblarda yo'q bo'lgan kichkina tabib maxsus retsepti. Hozirgi kunda 100 dan oshiq, 200 dan oshiq rezultatlarimiz chiqqan. Mana Tabobat 08 kanaliga kirsalaring, bemalol ko'rishlaring mumkin. Ushbu narsani toshni so'rildirib, yo'q qilib, organizmni chiqarib olishga yordam beradi. Eng asosiysi pristup dermedi ichayotganingizda. Toshni turgan joyida siljitmasdan, qo'zitmasdan so'rilishga yordam beradi. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qo'yamiz. Eng samarali tabiiy usullardan biri.